Masalliqlariga 100 ming ham ketmaydi. Bu somsani qaynona onajoningiz yo'qlovga ketayotganlarida qo'llariga tayyorlab tutqizib qo'ying, duolariga qolasiz. Xona haroratida yumshab turgan sariyog' va har doimgidek oliy navli to'ron uni, tuz, shakar va razrixichelni solamizda urvoq holiga keltirib olamiz. Bitta tuxum va muzlatkichda eskirib qolgan qaymoqlar bo'lsa ham qo'shib yorsangiz bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib xamir holiga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirdan mayda-mayda qilib zuvalachalar tayyorlab olamiz. Xamir 20 daqiqa tinguncha nachinkani tayyorlab olamiz. Xohishga ko'ra tuz va ziravorlarni solamizda yaxshilab aralashtirib olamiz. Tingan xamirni sal qalin qilib yoyib olamiz va o'rtasiga bir osh qoshiqdan nachinkani qo'yib chiqamiz. Tayyor salomka pechenini o'rtasidan bo'lamizda va qiymani o'rtasiga qo'yib chiqamiz. Xamirlarni chetini o'rtaga pecheniga olib kelamizda videoda ko'rsatilgandek qilib tugib chiqamiz. Tayyor tugilgan somsalarni pergament qog'oz solingan listga bir tekisda qilib terib chiqamiz. Aytgancha, pechenelarni folga qog'oz bilan o'rash yodingizdan ko'tarilmasin, sababi pecheni kuyib ketmasin. Qizib turgan duxovkaga 190-200 gradusga qo'yamizda 25-30 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Somsalar tayyor bo'ldi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga albatta yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.